farzandli ovqat qilib berishga. Ular norozi qilib tura qoldik-da. Menga qara. Har bir ota-ona uchun farzandi aziz. Aytayapmanmi? Payt kelgandan so'ng albatta chaqirishadi. Farzandlardan yuz o'girib qayerga ham borishardi zarina. Shunchaki gaplarga quloq solmadik. Shuning uchun fe'llarni ko'rsatishdi. Hozircha biz kutamiz. Keyin men aniq bilaman, yutamiz. Qaysi uy topdingiz? Mana keldik. Hozircha mana shu uyda turib turamiz. To'g'ri, sharoitlari yaxshi emas. Muhimi, ozgina sabr qilsak, albatta yana uyimizga qaytamiz. Shu yermi? To'lqin aka, biror haftadan